Yakshanba kuni 21:00 da jonli efirda mana bu yangi Cobalt'ni va mana bu yangi iPhone 17 Pro Max'ni bir kishi g'olibi bo'ladi. Shartlarni bajargan bo'lishingiz shart. Shartlarni bajarish tekin, bu qimor emas. Shartlarni bajarish juda oson va oddiy. Men obuna bo'lgan barcha mana do'stlarimga, ya'ni homiylarga siz ham obuna bo'lasiz. Hozir ularning soni 118 ta, jonli efir kuni, ya'ni ertadan keyin yakshanba kuni 100 ta bo'lsa 100 taga o'ynaymiz, 120 ta bo'lsa 120 ta o'ynaymiz, farqi yo'q. Endi g'olibni random programmada aniqlaymiz. Random esa eng faol ishtirokchini g'olib deb topadi. Faol bo'lish uchun bu videoga like bosing. Bu videoni eng ko'p do'stiga jo'natgan bo'lsangiz ham faol bo'lasiz. Bu videoga 10 talab 5 talab do'stingiz belgilasangiz ham faol bo'lasiz va bu videoni o'z storiesingizga qo'ying. Yakshanba kuni jonli efirda yana bitta Cobalt'imizni va bitta iPhone'imizni bitta baxtli inson g'olib bo'ladi. Bundan oldingizda Qo'qonga ketdi, qani bunisi